Assalomu alaykum hurmatli fermerlar. Mana yana Kasp tumanida Anguzal agroservis bilan ishlayotgan fermer dalasimiz. Haydar Norboy fermer xo'jaligimiz mana paxtani holatini o'rganyapmiz. Mana ko'rak olishlari yaxshi, ravnaq bir navi ekan. Mana ko'raklarni qarang, yaxshi. Mana shonalarini qarang, shonalari ham juda yaxshi olgan. Mana ular qarang mana. Mana ko'raklar katta-katta yirik bo'lib qolibdi mana. Kamida 15-16 ta ko'ragi bor bittasida, har bittasida. Mana ko'raklar anasi yaxshi. Mana Norboy akam o'zi ham ana shu devarslar qaniki, Norboy aka ayting qaniki. Assalomu alaykum hurmatli dehqon bobolar. Biz mana shu Anguzal bilan ishlab yomon bo'lmadi. Hozircha endi nasib bo'lsa yag'ini Xudoyim nasib planda ko'ramiz. Hozir boshida spragin o'sha baktamin nima bilan ishladik, ishlab berdik. Hozir yana baktamin plasamin beryapmiz ikkinchi suvga. Fosfomax. Keyin Fosfomax ham berdik. PX bilan nima qildik, ishlab berdik. Xudo xolasa. Ana agronom bobo kelib ko'rib turibdi. Agronom bobomiz shu agronom bobo bilan shu yil ishlayapmiz. Xudo xolasa endi hozircha yaxshi deb turibmiz. Xudo xolasa endi bu yog'ini Xudo bersin. Shunday barakasi yomon emas, dorilar yaxshi ekan. O'zgarish yaxshi. Hozircha xursandmiz endi. Bu yog'ini Allohim qo'shimcha bersin nasib bo'lsa. Sog' bo'linglar, amalaringiz.